doimiy ishga mana shu muammo. Doim mana shunda muammo bo'ladi. Shu texnikalarda muammo bo'ladi. Dam yo'q balonda. Mana shu ishga, mana shu doimiy ishga mana shu muammo. Doim mana shunda muammo bo'ladi. Shu texnikalarda muammo bo'ladi. Dam yo'q balonda. Damlayapmiz hozir. Dam yo'qligini atletga qilib qo'ymoqchi. Bo'ldi, atmetga qilib qo'ying. Bizda muammo yo'q. Bizda Arti Holdings kompaniyasida muammo yo'q. Hammasi chotki, Xudoga shukr. Mana shu bolada muammo doim. Kema tayyor, orqamda turibdi. Dam yo'q, hozir damlayapmiz endi. O'sha kirib ketib bo'ldi texnikalar. Mana bu yo'q tayyor. To'rtta mana bu yoqda kema turibdi. O odamlar turganligi uchun ko'rsatmayapman. Mana shuni damlasak, xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Ba'zida shunaqa kichkina muammolar bo'lib qoladi, lekin uni vaqtida bartaraf etishga biz harakat qilamiz va hozirgidek bartaraf etamiz va undan keyin xotirjam hammasi o'zini yo'lida ketaveradi. Bugun esa mana bitta texnikamizni salarkasi ko'p ekan, uni bo'shatdik. Undan keyin yana bitta texnikamizni balonida dami yo'q ekan, uni ham damladik va mana hozir hammasi yaxshi bo'ldi, okey bo'ldi. Shu bilan mana kemamiz tayyor, eshiklarini ochib qo'ygan. Shundoq joy-joyiga qo'yib mana shipping markalarini yopishtirishyapti. Yopishtirib bo'lgandan keyin texnikalarimizni kirgizib olsak bo'ladi. Bugun bizda Qozog'iston hamda Qirg'izistonga texnikalar bor. Mini texnika 4 ta 60 talik Hyundai hamda Volvo texnikalari mana shu bolaniki. Ba'zida mana shunaqa shikal qilib turadi. Shu bola Arti Holdings kompaniyasiga bemalol o'zingizda maxsus texnikalaringiz bo'lsa, logistikasiga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Janubiy Koreyadan har qanday davlatga, ya'ni o'zimiz SNGmi yoki boshqa davlatlargami sifatli hamda ishonchli tarzda yetkazib beramiz. Bemalol bizga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Mana muammo haqiqiysiga hal bo'ldi. Xudo xolasa, mana bular mana tekshirdi, ketyapti. Shu bilan kemaga kirib ketaveradi deb aytdi. Mana shunaqa. Shuncha muammo bo'lmagani yaxshi. Muammo bo'lsa ham bunaqa kelib turib oladi, ya'ni muammoni hal qilmagunizgacha ketmaydi bular. Mana hal qildik, xudo xolasa texnikalarimiz hammasi yaxshi joyda. Nasib bo'lsa kirib ketadi.